Assalomu alaykum chorva ishqiboz akalar va ukalar. Ko'ringlar, mana 3 yoshligidan so'ragan akalarimizga mana tavsiya qilamiz. Bolasi buqa, mana korobkani qaranglar mana. Buqani ham Tyson variantidan. Mana. Angusdan qochganmi bilmayman, nimadan qochgan, polvon varianti xullas. Mol mana. Molni mana tutaylar mana, u qaranglar mana. Voy joning sog' bo'lsin, yelinlarni mana, yumshoqligini. Mana. Qo'ling tegsa tushadigan, voz deb tushadi. Mana korobkalarim oldi. 4 burchak 4 so'm mana. Kallalari. Mana omma bolasi faqat emiyapti. Molni qonida 3 oyligi to'la, xudo xolasa 3 oylik bo'g'oz. Endi sutini mana emiyapti. Faqat ertalab kech payt dehqon emizgan ekan. Bizga ham tirikchilik mana. Biz ham emizyapmiz bolasini. Sut kerak bo'lganda sog'iladi mana. Mana to'ra yelini sog'ligiga, yemoq-ichmog'iga javob beramiz mana. Akalar, sirazi aloqaga chiqaverasizlar. Mana bolasi mana. Bolasi ham bo'ladigan. Mana. Qonidagi ham tekshirib olinaveradi. Xolasa tekshirib olinadi. Hech qanaqa bo'g'ozligidan shubha qilishni hojati yo'q, xudo xolasa. Mana bolasi. Xolaganga enani o'zi, xolaganga bolani o'zi ham sotilaveradi. Kelishilsa bo'ldi. Puliga kelsak, pulini ham oshiqcha aytmayman. Xayri qilib o'tib beradigan xonasini aytaman. 40 millionga ozgina xayrini o'tib beramiz. Oshiqcha aytmadim. Yengil qilib sotib yuboramiz, xudo xolasa. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Yetalar endi, ha. Mana onasi, yurishtiradi. Yetalar, yuru. Qaytar endi orqaga. Bas burat. Ha, top. Ha. To'rttala oyog'ida muammosi yo'q. Ha. Bo'ylari ham 1.25 atrofida moldi. Xudo xolasa xo'jalikka juda ham ajoyib mol. Mana bolasi ham o'ta ham polvon.